U juda iste'dodli, kam uchraydigan aktrisa edi. Nutan hatto bir qarash, shunchaki ishora yoki harakat bilan ham ko'plab aktyorlar butun dialog bilan yetkaza olmagan hissiyotni ifoda eta olardi. Uning ajoyib aktrisalik mahoratini gapirib o'tirishga hojat yo'q. Hatto qo'shiqchi Lata Mangeshkar ham uning ismini ko'p marta alohida ta'kidlab, Nutanni shunday yagona qahramon deb ataganki, uning yuz ifodasi Lata ijro etgan qo'shiqqa shunchalar mos tushardiki, go'yo bu qo'shiqni Nutanning o'zi kuylayotgandek tuyulardi. Bu bejiz emas. Nutanning o'zi ham go'zal ovoz sohibasi edi. U hatto Chabili filmidagi qo'shiqlarni shaxsan o'zi ijro etgan. Nutan 1936-yil 4-iyun kuni Bombey shahrida tug'ildi. U 4 nafar farzandning to'ng'ichi edi. Otasi shoir va rejissyor Kumar Sen Samart, onasi esa mashhur va jozibali aktrisa Shobhana Samart edi. Uning xolasi va qizi Shabana Samart va Nalini Jayvant ham tanilgan aktrisalar bo'lib, Dilip Kumar Nalinini o'zi hamkorlik qilgan eng iste'dodli aktrisalardan biri deb hisoblardi. Nutanning singlisi Tanuja ham kino sohasiga kirib kelib, muvaffaqiyatli faoliyat olib bordi. Nutan bolaligidanoq Kathak raqsi bo'yicha ta'lim oldi va ilk marta 2,5 yoshida sahnaga chiqdi. 4 yoshli qizchaligida u keyinchalik aylangani go'zal va betakror aktrisa siymosidan uzoq edi. Bir kuni onasining dugonasi uni tasqara bola deb qattiq gapirdi. U bu haqda keyinchalik intervyuda shunday degan: "Men juda ranjidim, lekin onam menga tasalli berdi va shunday dedi: "Buni maqtov deb qabul qil. Ilkit o'rdakni unutma, u bir kun kelib go'zal oqqushga aylanadi." Bu menga yoqdi va menga kimdir tashqi ko'rinishim haqida gapirsa, doim "Ko'rasiz, katta bo'lsam, onamdek chiroyli bo'laman" derdim. Nutan bolaligida buvisiga bog'lanib qolganiga qaramay, onasi bilan juda yaqin munosabatda bo'lgan va uni kichik hayotiy ko'ngilsizliklar chog'ida doim qo'llab-quvvatlagan. Hayotiy shiorini ham onasi uqtirgan. 3 narsadan doim uzoq bo'l: hasad, norozilik va qoniqmaslikdan. Shunda butun umr baxtli bo'lasan deb yozgan edi u o'z daftarida. Onasining dugonasining achchiq gapi yoki yaqin qarindoshlarining juda ozg'in deb hisoblashi Nutanni yo'lidan to'xtata olmadi. Onasi Shobhana Samart uni 1950-yilda Hamari Beti, bizning qizimiz filmida bosh rolga oldi. O'sha vaqtda Nutan Bombeydagi maktabda o'qirdi. 13 yoshida u onasi bilan kinofestivalda qatnashdi. U yerda buyuk rejissyor Asif uni ko'rib darhol rol taklif qildi. Shu paytda onasi nega o'zim Nutanni yulduzga aylantirmayman deb qaror qildi. Hamari Beti muvaffaqiyat qozonmadi, biroq Nutan tomoshabin va kinochilar e'tiborini o'ziga torta oldi. Hamlok va Nagina kabi filmlar uning uchun yo'l ochib berdi. Qizig'i shundaki, Nagina filmi faqat kattalar uchun degan sertifikat olgan. Shu tufayli Nutan 18 yoshga to'lmagani uchun o'zi o'ynagan filmni kinoteatrda ko'ra olmasdi. U yulduzga aylangan bo'lsa-da, hali uning aktrisalik mahoratini to'liq baholashga ancha erta edi. Biroq Hamlok filmidagi realistik dramada u o'zini ishiga fidoyi ekanligini ko'rsatdi. Agar Shikva filmi to'liq yakunlanganda, u Nutan va Dilip Kumar uchun poydevor bo'lardi. Afsuski, film tugallanmay qoldi. Ammo saqlanib qolgan kam sonli kadrlar uning ancha katta potensialga ega ekanini ko'rsatgan. Hamlok va Nagina filmlaridan so'ng u bir yil ichida ko'plab filmlarda suratga tushdi. Ko'pchilik undan hali ham oriq qiz deb shikoyat qilardi. Nutanning o'zi bu haqda shunday degan: "Kino olamida shunday hazil bor edi. Agar Nutanni chizmoqchi bo'lsangiz, shunchaki to'g'ri chiziq chizing." Shundan so'ng onasi Nutanni bir muddat ijodiy ta'tilga chiqarib, 1953-yilda uni Shvetsariyaga, xalqaro maktabga o'qishga jo'natdi. Nutan keyinchalik intervyulardan birida shunday degan edi: "Shvetsariyada o'tkazgan o'sha bir yil hayotimdagi eng baxtli yil bo'lgan. Men o'ynab, o'qib, erkin harakat qilib, o'smirlikda yo'qotganimni qaytarib ola bildim. Men kotibalik kursini tugatdim va bu kurs ko'p marta menga naf keltirdi. Mashinkada yoza olaman, hisob-kitob yuritaman, soliq ishlari bilan shug'ullanaman. O'z mablag'larimni tartibda ushlash uchun nima kerak bo'lsa, shularni bajaraman. Fransuz tilini o'rgandim va hali ham bu tilda yoza olaman, gapira olaman. Hindistonga qaytganimda 40 funt vazn yiqqan edim va shu bilan birga mening hayotimda yangi ajoyib davr boshlandi." 1952-yilda Nutan onasi bilan Mussuriyda bo'lganda,
oniy istakka berilib go'zallik tanlovida ishtirok etdi va Mussuri go'zali unvonini qo'lga kiritdi. Bu voqea onasiga uni chet elga o'qishga jo'natish g'oyasini uchun ilhomlantirdi. Yoshargan va endi yanada go'zallashgan Nutan kinoga qaytdi va nihoyat Sima filmi orqali o'zining haqiqiy aktrisalik salohiyatini namoyon qildi. Unda aktrisa axloq tuzatish muassasasidagi ayol rolini o'ynadi. Bundan oldin unga bunday chuqur va murakkab rol berilmagan edi. Bu rolni Nutan o'zining bor iste'dodi va mehri bilan ijro etdi. Natijada u Filmfare mukofotini qo'lga kiritdi. Sima filmidan keyin Nutan hind kinosidagi eng salohiyatli va hurmatga sazovor aktrisalardan biri sifatida e'tirof etildi. U endi to'liq kamolotga erishgan ko'p qirrali ijodkor edi. Uning iste'dodi komediya janrida ham namoyon bo'ldi. Masalan, Pullik mehmon va Dehlilik jinoyatchi filmlarida u sho'x, erkin va jozibali ijrosi bilan Madhubala va Gita Balilarga teng keldi. Sujata Bimal Royning eng yaxshi filmlaridan biri. Bu filmda Nutan past tabaqadan chiqqan, ammo yuqori tabaqali oilada ulg'aygan qiz rolini ijro etadi. U nega o'zini qizimiz deb atashsa-da, aslida qizimiz sifatida qabul qilmasliklariga tushunishga harakat qiladi. Vaqt o'tib vaziyat yanada murakkablashadi. Sunil Dattning qahramoni oilaning haqiqiy qiziga uylanishi kerak bo'lgan paytda Nutanga oshiq bo'lib qoladi. Bu filmda Nutan o'z rolini juda noyob nazokat va sharaf bilan ijro etadi. Kartina orqali u ikkinchi bor Filmfare mukofotini qo'lga kiritdi va u bunga albatta so'zsiz haqli edi. Rejissyor Bimal Roy va Nutan Bandini filmida yana hamkorlik qilishlari kerak edi. Lekin aynan o'sha muhim pallada Nutan homilador ekanini bildi. 1959-yilda u dengiz ofitseri leytenant komandir Rajnish Belga turmushga chiqqan edi. Bimal Roy Nutansiz Bandinini tasavvur qila olmasdi va unga shunday dedi: "Men kutaman. Avval farzandingni dunyoga keltir, keyin filmni boshlaymiz." Shundan so'ng Nutan bir muddat kino dunyosidagi faoliyatini to'xtatdi. 1961-yilda uning o'g'li Mohnish dunyoga keldi. So'ng u eri bilan birgalikda suratga tushgan Or Seyrat filmi kino tanqidchilari tomonidan e'tirof etildi. Keyin esa Nutan Nafketi bandari ostidagi Tere Ghar ke samne, ya'ni uying oldida filmi bilan hind kinematografiyasiga qaytdi. Bu aktrisa Dev Anand bilan birga suratga tushgan bahoriy komediya bo'lib, hindi kinosidagi eng yoqimli romantik filmlardan biri hisoblanadi. Afsuski, bu ajoyib film rejissyor Vijay Anandning eng yaxshi ishlari qatorida tilga olinmaydi, chunki u ko'p hollarda shunchaki yoqimli muhabbat hikoyasi deb qaraladi. Holbuki film yengil va musiqaga boy bo'lishiga qaramasdan, u qo'shnichilikdagi hamjihatlik, avlodlar o'rtasidagi qarama-qarshilik, yangilik va qadimlik haqida ancha qiziq fikrlarni ilgari suradi. Vijay Anand Dev Anand va Nutan o'rtasidagi markaziy romantik aloqani mahorat bilan rivojlantiradi. Ularning orasida oddiy, hayotiy vaziyatlarda kechadigan ta'sirli va samimiy lahzalar juda ko'p. Ssenariyda nafis va o'tkir yozilgan sahnalar anchagina. Bosh qahramonlar bir-birini mukammal to'ldiradi. Nutanning tabassumi esa ekranni yoritib yuborganday bo'ladi. Bandini filmida Nutan ehtimol o'zining aktrisalik faoliyatidagi eng kuchli ijroni namoyish etgandir. Bu shubhasiz hind kinosi tarixidagi eng yorqin va ta'sirli obrazlardan biri hisoblanadi. Filmda ayol mahkuma Kalyani haqida so'z boradi. U qotillikda ayblangan. Hikoya uning xotiralari asosida aytib beriladi. Bu hikoya ichki his-tuyg'ularga boy bo'lib, Nutan ruhiy iztirobni juda ehtiyotkorona mahorat bilan ko'rsatadi. Bu aktrisalik mahoratining yuksak namunasi bo'lib, u bu roli uchun yana Filmfare mukofotini qo'lga kiritdi. Biroq vaqt o'tishi bilan Nutan ko'proq ona rolida namoyon bo'la boshladi. Shunga qaramay, u bunday rollarga ham kuchli obraz va qadr-qimmat bag'ishlay olgan. Hatto film o'rtamiyona bo'lsa ham, uning ijrosini tanqid qilib bo'lmasdi. Nutan hayotida katta shov-shuv keltirgan voqea o'z onasiga nisbatan sudga murojaat qilgani, uni moliyaviy mablag'lar va mulkni noto'g'ri boshqarishda ayblagani bo'ldi. Oradan yillar o'tib, ona-bola o'rtasidagi adovat unutilib, ikkisi yarashib oldi. Bu haqda Shopana Samart intervyuda shunday degan edi: 1983-yili biz Nutan bilan yarashdik. Hammasi avvalgidek yaxshi bo'ldi. O'sha 20 yillik sukunat va adovatni hech qachon esga olmadik. Birga ko'p vaqt o'tkazardik.
satsanglarga borardik. Hayotining oxirgi yillarida u satsangchiga aylandi. U doimo ruhoniy inson edi, lekin taomillarga ergashmasdi. Bu bizning oilaviy xislatimiz. Biz Xudoga ishonamiz, chin dildan. Nutanning yana bir shov-shuvli ishi 1970-yilda o'zi Devi filmida birga ishlagan hamkasbi Sanjiv Kumarni jamoat oldida urgani bo'ldi. Aytishlaricha, Nutan bu ishni ikkisi o'rtasida ishqiy munosabat yo'qligini isbotlash uchun qilgan. 1989-yili Nutanning sog'lig'i yomonlashdi. Unda ko'krak bezi saratoni aniqlandi va aktrisa 1991-yil 21-fevral kuni bor yo'g'i 54 yoshida vafot etdi. Hind kinosi o'zining eng buyuk va mahoratli aktrisalaridan birini yo'qotdi.